Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Borib o'z bulbuling bilan o'yna. Bobur Bekmurodov Savolyovga keskin javob qaytardi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Avvalroq rossiyalik mashhur teleboshlovchi Kremlga yaqin asosiy propagandist Vladimir Savolyov o'zining jonli efirda Ukraina hududida uyushtirilgan maxsus harbiy amaliyotni Rossiya ta'sir doirasidagi boshqa hududlarda ham, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va Armanistonda o'tkazish zarurligini aytgani haqida xabar berilgan edi. Yuksalish umumiyligi harakati raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Bobur Bekmurodov Savolyovning mazkur gaplarga munosabat bildirib, uning gaplarini safsata, o'zini esa nusxa deb atadi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Shuningdek, u Kreml fantast jurnalisti Vladimir Savolyovning navbatdagi efirda Markaziy Osiyoda maxsus operatsiyalar o'tkazish haqidagi gaplarni safsata deb aytgan. Qayd etish joizki, Bobur Bekmurodov Rossiyadagi millatchilik g'oyalariga va turli propagandist bayonotlarga qarshi dalil chiqishlar qiladigan o'zbekistonlik sanoqli siyosatchilardan biri hisoblanadi. U oldinroq Rossiyada tojikistonlik migrant oilaning 10 yoshar bolasi maktabda vahshiylarcha 15 yoshar o'quvchi tomonidan o'ldirilishiga ham munosabat bildirib, bu holatni mamlakatda uzoq yillardan buyon olib borilayotgan anti-migrant siyosatining mevasi deb aytgan. Agar siz birinchi marta Moskvaga yoki Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, migratsion hisobga qo'yish to'g'risidagi qog'ozdan tayyorlangan xabarnoma rasmiylashtirish shart emas. Hozirda ro'yxatdan o'tish qoidalari yanada oddiy va zamonaviy usulga aylangan. Nima qilish kerak? Birinchi, Amina mobil ilovasini o'rnating va uni migratsiya markaziga kelguniga qadar o'zingiz o'rnatishingiz kerak. Bu ilova xorijiy fuqarolar hisobini yuritishning yangi tartibi. Ikkinchi, patent rasmiylashtirish uchun hujjat topshirish maqsadida Mnogofunktsionalniy migratsion sentr Saxarvoga keling. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida yangi eksperiment joriy etilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan ishlash uchun kelayotgan fuqarolar Amina ilovasidan foydalanishi shart. Ushbu ilova eski hisob tartibini to'liq almashtiradi. Amina orqali siz migratsiya markazining manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tasiz. Agar yashash joyingiz, qanday manzilda yashashingiz va yoki dam olishingiz o'zgarsa, bu haqda masofadan turib xabar berib borasiz. Rossiyada majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlagan mehnat muhojirlarini javobgarlikka tortish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga borgan xorijiy fuqarolar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartiriladi. Tibbiy muassasalar ko'rik natijalarini Rossiya Ichki ishlar vazirligiga, yuqumli kasalliklar aniqlangan taqdirda esa Rossobnadzorga taqdim etish shart bo'ladi. Bu choralar qoidabuzarliklar aniqlangan hollarda migrantlarni tezkor ravishda deportatsiya qilishga qaratilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlaganlik uchun ma'muriy javobgarlikka joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Jarima solinishi va sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborish ehtimoli mavjud. Migrantlarning sog'lig'i haqidagi hujjatlarni soxtalashtirish esa jinoyat deb hisoblanadi. Vyacheslav Volodinning aytishicha, ushbu choralar migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va jamoat xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Migrantlarning Rossiyada bo'lishiga oid tartib kuchaytirilishi mumkin. Xususan, Rossiya Federatsiyasiga 3 oydan ortiq muddatga borganlar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish davrini
90 kundan 30 kunga qisqartirish taklif etilmoqda, deya ma'lum qildi Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin. Tibbiyot muassasalari tekshiruv natijalarini Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga, allaqachon yuqumli kasalliklar haqidagi ma'lumotlarni esa Rostovnadzorga yuboradi. Ko'rikdan bo'yin tovlagan migrantlarga jarima solinishi, hatto sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrikin Yekaterinburgdagi Wildberries omborida sodir bo'lgan janjal bo'yicha hisobot talab qildi. Jinoiy ish qotillikka urinish deb baholangan. Tergov qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, omborda xorijiy fuqarolar va Rossiya fuqarolari o'rtasida mojaro yuzaga kelgan. Mushtlashuv paytida bir kishi og'ir pichoqlangan va kasalxonaga yotqizilgan. Keyinchalik Sverdlovsk viloyatidagi tergov organlari qotillikka urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hodisaning o'zi o'tgan yil oxirida sodir bo'lgan, ammo bu haqda Ural ommaviy axborot vositalari xabar berganidan so'ng keng tarqaldi. Wildberries omborida tojikistonlik 3 migrant va 2 Rossiya fuqarosi janjallashgan. Janjal paytida rossiyaliklardan biri pichoqlangan va og'ir ahvolda Yekaterinburg kasalxonasiga olib ketilgan. Pichoqlagan erkak shahardan qochib ketgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, janjalga aloqador 22 yoshli erkak qo'shni mintaqada hibsga olingan. U Rossiyadan chiqib ketishga ulgurmagan. Pichoqlashga olib kelgan mojaroning sababi hali ham noma'lum. Moskvadan Buxoro va Termizga uchgan samolyotlar tuman sabab Muqobil aerodromiga yo'l oldi. Xususan, Moskva-Buxoro yo'nalishidagi Uzbekistan Airways aviakompaniyasining H-96 reysi Navoiyga yo'naldi. Aeroflotning Afl 1876 reysi Samarqandga yo'l oldi. Shuningdek, Azimuthning Moskva-Termiz yo'nalishidagi Az 07055 reysi Samarqandga yo'l oldi. Samara shahrida migrant ishchi xavfsizlik vositalarisiz tomdagi qorni tozalayotib, 6-qavatdan yiqilib tushgan. Jabrlanuvchi tez yordam mashinasi yetib kelguniga qadar olgan jarohatlardan vafot etgan. Tepalikdan yiqilib tushmay desangiz, ushbu qoidalarga qat'iy rioya qiling. So'nggi paytlarda xorijda ishlayotgan o'zbek muhojirlari orasida baland qavatlardan yiqilish holatlari keskin ko'paydi. Bu tasodif emas, xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslikning sababidir. Siz Batman emassiz, arqonsiz himoya vositalarisiz ishlay olaman deb o'zingizni ko'tarishni bas qiling. Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda qatnashgan andijonlik erkakka 2 yilga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlandi. U haqda Qalampur.uz xabar berdi. Hujjatda keltirilishicha, erkak 2022-yilning dekabr oyida ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga borgan. U Moskva va Chelyabinsk shaharlarida yetkazib berish xizmatida ishlagan. 2023-yilning 15-avgustida Chelyabinsk shahar sudi unga giyohvand vositalarni noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanganligi uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 4-qismi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Shundan so'ng unga Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda qatnashish taklifi berilgan. Erkak 2024-yilning avgust oyida Rossiya qurolli kuchlariga yo'llangan va shartnoma tuzib, harbiy guvohnomani olgan hamda oddiy askar harbiy unvoni bilan harbiy xizmatga kirgan. 2024-yilning avgust-sentyabr oylarida Rossiya Federatsiyasining qurolli kuchlari tomonidan Ukraina Respublikasining Donetsk shahrini egallash uchun olib borilgan qurolli to'qnashuv va harbiy harakatlarda o'ziga biriktirilgan AK-74 o'qotar qurol bilan ishtirok etgan. Biroq snaryad portlashi oqibatida chap qo'li va chap oyog'idan jarohat olgan. Shu sababli Rossiya Federatsiyasiga qarashli harbiy shifoxonalarda davolanib, 2025-yilning sentyabr oyida O'zbekistonga qaytgan. Sud tomonidan erkak Jinoyat kodeksining 154-moddasi yo'llanish 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Biroq Jinoyat kodeksining 72-moddasiga shartli hukm qilish asosan mazkur jazo shartligi almashtirilib, unga 2 yil sinov muddati ozodlikni cheklash, uy qamoq jazosi belgilangan.